FM 106.7 Xorazm radiosi to'lqinlarida ayol va jamiyat eshittirishi. Ayol va jamiyat. Assalomu alaykum qadrli opa-singillar. Efir to'lqinlarida ayol va jamiyat eshittirishi. Ayol va uning jamiyat hayotidagi o'rni hamisha muhim mezon bo'lib kelgan. Har qanday davlat va jamiyat taraqqiyoti bir qator omillar asosida yuz beradi. Bu jarayonda ayollar, ularning ijtimoiy-siyosiy munosabatlardagi ishtiroki, huquq va erkinliklari amalda ta'minlanganligi masalasi davlatlar rivojining hamda demokratiyaning muhim indeksi sanaladi. Zotan ayol va uning jamiyat hayotidagi o'rni hamisha muhim mezon bo'lib kelgan. Bugun eshittirishimizga ana shu jihatlarga e'tibor qaratamiz va ana shu mavzuda suhbatlashish uchun eshittirishimizga Adolat sotsial-demokratik partiyasi Xorazm viloyat kengashi matbuot kotibi Zamira Abdullayeva hamda partiyaning bosh mutaxassisi hamda Urganch shahar Buvijonlar jamoasi raisi Gulora opa Ismoilovani taklif qildik. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Samiraxon, keling suhbatimizni siz bilan boshlasak. Ayollarimizning siyosiy jarayondagi faolligi oshib bormoqda. Buni nimalarda ko'ramiz? So'nggi yillarda davlatimiz tomonidan ayollarga qaratilgan e'tibor va yaratilgan imkoniyatlar ayollarimizga shunchalik bir ishchanlik kayfiyatini berdiki, buni xizmat safarlarimiz davomida bir yaqqol o'z ifodasini ko'rsatmoqda. Ayol hozirda tadbirkor, ayol fermer, ayol mutaxassis, ayol injener, ayol siyosatchi. Qaysi sohadagi faoliyat yuritayotgan ayollarga qaramaylik. Ular hozir shunday bir davrda yashayaptilarki, ularga qanday chiroyli ishlash, chiroyli yashash imkoniyatlari yaratiladi. Albatta. Ularda g'ururlanish, shu O'zbekistonimizdan yaratilayotgan imkoniyatlardan faxrlanish tuyg'ulari bilan yaxshi, samarali tashabbuslarni, ilg'or g'oyalarni mana hayotga tatbiq etishda juda ham bir jonbozlik ko'rsatmoqda. Buni esa o'zimizni mana shu Adolat partiyasi faoliyatida ham ko'rishimiz mumkin. Mana Gulsanamxon, mana shu savolingizga so'zimni boshida shuni bir mamnuniyat bilan e'tirof etib o'tmoqchimanki, mana hammamizga ma'lum, ayni kunlarda mamlakatimizda tarixiy voqelikka ega bo'lgan parlamentlararo ittifoqning 150-yubiley assambleyasi bo'lib o'tmoqda. Unda bir qator davlatlardan vakillar ishtirok etmoqda. Eng quvonarlisi, Vyetnamlik mehmonlarga Adolat sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi raisi Raboxon opa hamrohlik qilayotgani biz adolatchilar uchun juda ham bir quvonarli bo'lmoqda. Mana ommaviy axborot vositalari, internet ijtimoiy tarmoqlari orqali bu jarayonlarni juda ham bir diqqat bilan kuzatib bormoqdamiz. Mana o'zim matbuot kotibi sifatida ijtimoiy tarmoqlarda yozilayotgan mana shu jarayonlarni qo'llab-quvvatlayotgan obunachilarning aksariyati ham ayollar hisoblanadi. Ayollarimiz hozir siyosiy jarayonlarni kuzatib boradi. Albatta. Siyosiy jarayon bo'ladimi, boshqa jarayon bo'ladimi, juda ham bir faol ishtirok etishmoqda. Bundan tashqari mana bugun partiyada ayollar qanoti ham faoliyat olib boryapti-da. Menimcha mana shu partiyanida ayollar soni necha nafarni tashkil qiladi? Mana shu siyosiy jarayonlarda ayollarimizni faolligi o'tgan yillarga qaraganda juda ham bir kuchaygan. Buni albatta ularni partiyaning faoliyatini matbuot kotibi sifatida yoritib borishda men shuni bir guvohi bo'layapmanki, ayollarimiz hozir mana shu adolatchi ayollarimiz juda ham bir faollik bilan mana shu partiyamizning saylovoldi dasturida ilgari surilgan ilg'or g'oya tashabbuslarni hayotga tatbiq etishda juda ham bir faollik ko'rsatishmoqda. Masalan, bo'lib o'tgan xalq deputatlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda hududiy kengashlarga bo'lib o'tgan deputatlik saylovlarida buni o'z aksini ko'rsatdi desam mubolag'a emas.
juda ham bir faollik bilan shu yurtimiz ravnaqiga bo'lgan daxldorlik tuyg'ulari, mas'uliyati mana shu jarayonlarda juda ham bir kuchliroq ko'rindi. Va yana mana shu davlatimiz tomonidan ayollarga deputatlik o'rinlariga avvalgilarga qaraganda yanada ko'proq kvotalarni oshirishi, 40% ga ko'tarilishi ham bu davlatimiz tomonidan ayollarimizga bo'lgan ishonch, ayollarimizga bo'lgan e'tiborning bir namunasi deb gender tenglikning amaldagi ifodasi ham bo'ladi. Gender tenglik ham bu yerda juda ham e'tiborga olingan. O'zi har doim mana shu maqolalarni yozganimda O'zbekiston ayollari qadrlangan yurt deb men bir g'ururlanib shu maqolalarimni yozib, mana shu ommaviy axborot vositalari orqali, internet ijtimoiy tarmoqlari orqali mana shu ayollarimiz to'g'risida juda bir faxrlanib, g'ururlanib, yorug' yuz bilan mana shu maqolalarimni yoritib kelaman. Yana bir narsani ta'kidlab aytib o'tishim joizki, Gulsanam ham mana ayni paytda partiyamiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash oyligi deb 1-aprel kunidan boshlab e'lon qilingan va hammamiz shu katta adolatchilar birlashib katta bir kuchimizni shu korrupsiyaga qarshi kurashish oyligiga safarbar etganmiz va mana shu avvalgilariga qaraganda ham mana shu adolatchilarning zimmasidagi mas'uliyati yanada oshdi. Yanada shu mavzuga doir chora-tadbirlar yana kuchayib ketdi. Mana yana xalq orasidamiz, avvalgilarga qaraganda chuqurroq kirib bordik. Mana shu oylikni samaradorligini oshirish maqsadida bunda ham shu ko'pincha ayollarimizni faolligini sezilayapti. Mana tadbirlarga boramiz, davra suhbatlar tashkil qilyapmiz. Bunda ayollarni faolligi, shu siyosiy jarayonlarga bo'lgan e'tiborni ko'rib, to'g'risi ko'zim quvnaydi. Ulardan yurtimizni, mamlakatimizni taraqqiyot rivoji uchun ulardan berilayotgan, ulardan partiyamizga tushayotgan takliflarini endi men buni to'g'risi bir faxrlanib ketasan-da. Demak, ayol hozir tashabbuskor. Ayol fidoyijon desa mubolag'a emas. Zaminaxon, siz ijodkor ayolsizda, jamiyatimizdagi shu ilg'or xotin-qizlar faoliyatini keng yoritib kelyapsiz-da. Ko'proq qanday shu ayollar mavzularni ko'tarib chiqasizda, mana shu o'zingiz maqolangizda, mana shu ijod ishlaringizda? Albatta, to'g'ri bir yutuqlarga e'tibor qaratdik, lekin bu yutuqlarimiz bilan birgalikda jamiyatimizda hali yutuqlarimiz bilan bir qatorda yechimini kutayotgan muammolar ham talaygina. Albatta bu borada har birimiz shu birgalikda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilyapmiz. Mana ayollarni zo'ravonlikka uchrashi, ana shu borada ham mana partiyamiz tomonidan ko'plab ishlarni qilmoqdamiz. Mana o'tgan oy mobaynida zo'ravonlikka qarshi kurashish oyligi deb belgilangan munosabat bilan ayollar orasida bo'ldik. Ularni dardu tashvishlarini eshitdik. Deputatlarimiz bilan birga hamkorlikda mana partiyamiz tomonidan hayotga tatbiq etib kelinayotgan bir adolatchi 100 ayolga himoyachi loyihamiz bor. Ana shu loyihamiz doirasida mana zo'ravonlikka uchrayotgan, tazyiqqa uchrayotgan ayollarimizga himoya orderlari olib berishda yordam qildik. Huquqiy targ'ibot tashkiloti vakillari bilan birgalikda mana shu tadbirlarni ham o'tkazib, imkoniyat darajasida ayollarimizni huquqiy, siyosiy faolligini oshirishga ham biroz bir imkoniyatlar yaratib berdik. Biz o'ylaymizki, bu tadbirlardan keyin ayollarimizdan bir huquqiy savodxonligi oshirildi deb o'ylaymiz. Demak, mana shu yozayotgan maqolalaringizda ham ana shu dolzarb mavzularga e'tibor berasizda. Albatta, mana bugun ilg'or ayollarimiz ham bor-da, ularning faoliyati haqida ham mana yoritib boryapmisiz? Ilg'or ayollarimizni bir shijoatini ko'rib, uni bir shu hayot yo'llari, umr yo'llari izidan yaratib kelayotgan ibratli maktabini ko'rib, to'g'risi ayollarimiz shu darajali qobiliyatli ekaniga o'zbek ayollarimizni, ulardagi jasoratni ko'rib, to'g'risi qoyil qolmasdan iloji yo'q. To'g'risi bularni tadbirkorlik bo'ladimi, boshqa sohalardagi namunali ishlari bo'ladimi, to'g'risi havasing keladi. Mana partiyamiz tomonidan 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan hamda
partiyamizni fevral oyida 30 yilligi nishonlandi. Shu munosabat bilan partiyamizda xorazmlik ayol adolatchilariga ham mana shu partiyamiz tomonidan ta'sis etilgan adolat ko'krak nishoni, masalan viloyat kengashimizda bosh hisobchimiz Muhabbat Zokirovaga va partiyamizning eng yosh kadrlaridan biri Xiva tuman kengashimiz raisi Shukroy Madaminovaga mana shu adolat ko'krak nishoni ko'ksiga taqilgandan ham bir faxrlanib, g'ururlanib ketdik. Yana deputatlarimiz orasidan mana 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan davlatimiz tomonidan berilgan mukofot shifokor deputatimiz, viloyat kengashimizning deputati Dildora Ismoilovaga mana shu davlat mukofotiga loyiq deb topilgani ham har bir adolatchimiz uchun bir faxr tuyg'usini, salomatlik ordeni bilan taqdirlandilar. Ordeni bilan taqdirlangani har birimizga bir quvonch ulashdi. Davlatimiz tomonidan ayollarimizni mehnatini qadrlanayotgani har bir ayolga bir katta mas'uliyat bir yuklaydi desam mubolag'a emas. Yana ularda ishchanlik kayfiyati paydo bo'ladi. Yana ularga shu yurtni dardi bilan yonish, taraqqiyotimiz uchun bir yanada bir fidoyilik qilish tuyg'ulari yana ularda kuchayadi. Rahmat Zamiraxon. Keling endi suhbatimizni Gulora opa siz bilan davom ettirsak. Gulora opa, siz partiyada faoliyat ko'rsatish bilan birga jamoat ishida ham faolsiz. Buvijon maktabi jamoasi rahbari hamsiz. Tinglovchilarimizga ushbu Buvijonlar maktabining maqsad va vazifalari haqida aytib o'tsangiz. Mana hozir kasbdoshimiz Zamira Abdusharipovna Adolat partiyasi tomonidan qilinayotgan ishlar haqida gapirib berdi. Men Adolat partiyasida ishlashimdan tashqari yana bir jamoatchilik asosida Nuroniylar jamg'armasi qoshida tashkil etilgan Urganch shahar Buvijonlar maktabi jamoasi raisiman. Bundan bir 10 yillar oldin chamasi mahalla fuqarolar idorasida maslahatchi bo'lib ishlab yurgan paytimda bir xotinlar kirib kelishganda, ular biz kelin olmoqchi edik, mahallangizda yaxshi qizlar bo'lsa tavsiya qila olasizmi deyishgan. Shunda men sizlarga qanday kelin kerak, o'qiydiganmi, ishlaydiganmi yoki uyda o'tirib uy ishlarini qiladigan kelin kerakmi deganimda ular bizlarga buvijonni tarbiyalagan qiz kerak deyishgan. Chunki buvijonni tarbiyalagan qizlar borgan joyda tinib-tinchib ketishar ekan deyishdi. Shunda men o'ylab qolganman. Agarda buvijonni tarbiyalagan qiz borgan joyda tinib-tinchib ketadigan bo'lsa, hamma oilada ham buvijon yo'q-ku. Buvijoni bo'lmagan oilalar nima qiladi deb o'ylaganman. Qaranga, hech qanday bir muammo davlatimiz tomonidan e'tibordan chetda qolmas ekan. 2022-yil 15-martda nuroniylarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularni turmush darajasini oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risidagi 167-sonli qarorda hayotiy tajribaga ega, faol, yoshi ulug' nuroniy onaxonlarni Buvijonlar maktabi guruhlari faoliyati tashkil etish to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. Buvijonlar jamoasi oldin ham bo'lgan. Masalan, bunga O'zbek kinofilmidagi Farmon bibi, Anzirat buvilarni misol qilib aytsak bo'ladi. Endi esa bu qonun tomonidan tasdiqlanib, nizom ishlab chiqilgan. Hozir nizomga ko'ra hozirda shu viloyatimizda 40 dan ziyod buvijon faoliyat olib bormoqda. Bizlar maktablarda qizlarni tarbiyalash, ularning ma'naviyatini yuksaltirish, odob axloq qoidalarini tushuntirish, milliy qadriyatlarimizni qizlarga singdirish. Keyin biz bolalar bog'chalarida ham bo'lamiz va ularga buvijonim ertaklari haqida gapirib beramiz. Bundan tashqari mahallada er-xotin munosabatlari haqida, oilada urush janjallarni bartaraf etish haqida ham ishlar olib bormoqdamiz. Albatta bu qilayotgan ishlarimizning natijasi ijobiy samara beradi deb o'ylaymiz. Demak, albatta bugun mana shu jamoa faoliyatini yana ham jonlantirish kerak-da mana. Demak, ommalashtirish kerak. Gulora opa, nima deysiz? Chunki albatta bu xayrli ish boshlagansizlar. Mana shu xayrli tashabbuslar keng quloch yoyish kerak-da. Juda to'g'ri gapni aytdingiz. O'zi ayollar nafaqaga chiqib qo'ygandan keyin shu bir ayolga biz shunaqa jamoat tuzganmiz, biz bilan birga shunday jamoat ishlarida qatnashasizmi deganimda o'sha ayol aytganki, nafaqaga chiqib uyda o'tirib qolganimda xuddi hech kimga keraksizdek o'zimni his qilganman deb shu taklifimga juda ham xursand bo'lib rozi bo'lgan. Bizlar hozir masalan 40 dan ziyod buvijonlar faoliyat olib boryapmiz viloyatimiz bo'ylab dedim-ku. Har bir masalan men o'zim Urganch shahrida o'zimning jamoam bor.
bor. Ular shu mahallalarda, masalan, mahalla fuqarolar yig'iniga yaqindan yordam, chin ko'ngildan shu beg'araz yordam berib kelishmoqda jamoatchilik asosida. Har bir shu 40 dan ziyod buvijon har bir o'ziga komanda tuzib olgan. Jamoat tuzib olganda? Jamoat tuzib olgan. Meni ham o'zimning 20 dan ziyod jamoam bor. Shu 20 dan ziyod ayol shunga o'zlari shu chin ko'ngildan yordam beramiz deb a'zo bo'lishgan. Demak, mana shu jamoaning ishi esa albatta samarali bo'ladi. Va aytganingizdek, yuqorida aytganingizdek, mana shu qizlarimizni hayotga tayyorlashda albatta shu buvijonlar ko'magi, o'giti hamma payt ham dast qotadi desak bo'ladi. Mana ikkovingiz ham ijodkorsizlar-da. Keling endi ijodiy bir chekinish qilsak-da, Zamiraxon, bugun qanday ijod bilan bandsiz? Ijodiy she'r namunalaringizni aytib bersangiz. Faqat ayollar bilan tadbirni o'tirish juda zavqli-da. Ular bilan dugona bo'lasan, sirdosh bo'lasiz. Sirdosh bo'lib qolasan shu. Chunki mana shu dildan suhbat, dil izhorlarini tinglaganingiz albatta xuddi o'zi yaqiningiz bilan suhbatlashgandek bo'lasizda. Chunki ayollarimiz juda ham dilkash, sodda, samimiy ayollarimiz bor-da. Shu ayollar bilan o'tkazgan har bir to'g'risi davra suhbatlarimiz, tadbirlarimiz bir xotiramda qolib ketadi. Ayol kishi shirin so'zga muhtoj bo'ladi-da. Sen shu keraksan, shu masalan shu sohaga keraksan, yaxshi ishlar qilyapsan, otangga rahmat, onangga rahmat, biz siz bilan faxrlanamiz degan ko'p mana shunday gaplarni ayollar juda bir yaxshi ko'radi-da va yana ruhlanadilar. Ruhlanib yana ish faoliyatini yanada jadallashtirib, yana zavqlanib ishlagisi keladi. Shunday paytlarda bir she'r yozganman. Shu marhamat, eshitamiz. Shu so'zlar uchun degan. Yashayveraman shu so'zlar uchun. Yashnayveraman shu so'zlar uchun. Oyoqlar ostida qolsam-da agar, men gullayveraman shu zamin uchun va kuylayveraman vatanim uchun. Mayli yog'aversin boshimga toshlar, ko'zlarimni to'ldirsin bardoshsiz yoshlar. Meni kechirsinlar qalami qoshlari, ular dunyosida men asli yo'qman. Men gullayveraman shu zamin uchun va kuylayveraman vatanim uchun. Kuylayveraman adoli bilmay, so'zlayveraman gadoman tinmay. Qaddim bukilmagay, aslo sinmagay, men adolat kuychisi kuylayveraman. Yurtim haqida tinmay so'zlayveraman va jimgina gullayveraman. Rahmat Zamiraxon, juda ham ajoyib misralar va bugun mana shu eshittirishimizda ishtirok etganlaringiz va bildirgan samimiy dil izhorlaringiz uchun yana bir bora kattakon rahmat va albatta keyingi eshittirishlarimizda ham sizlarni mana shu studiyada jonli efirlarimizda kutib qolamiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Aziz tinglovchilar, siz ayol va jamiyat eshittirishini tingladingiz. Eshittirishni sizga muallif Gulsanam Mannonova, ovoz rejissyori Zafarbek Bobojonovlar taqdim qilishdi. Dasturlarimizni tinglashda davom eting.